Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 18-iyun 2025-yil. Ko'rib turganinglar. Shu dalamiz Ramanola ekilganiga 20 kunlik bo'ldi. Bu yoqda qizillar, bu yoqda yashillar, mini ramellar, nari yoqda kattasi. Buni o'zi hozir mana o't chiqib yotibdi. 3 kunmi 4 kun oldin choptirgandim. 3 kun 4 kun oldin choptirgandim. Endi mana yana o't chiqibdi. Endi baribir tozalab chopib olmaydi. Men tozalab chopdim desam, baribir yana shunaqa o't chiqqan. Bularni endi chopib qoldirgandan keyin endi uni anaqa qo'yaman. O'tatib chiqaman endi. Yurib chiqishyapti o'tlarini. Agar mana shu hozir qarasa uncha deyarli tozaga o'xshab ko'rinib turibdi, deyarli. Bunaqa joy o'tda hozir quturib ketmagan. Bunaqa joy o't ko'pga o'xshamaydi. Atak lekin mana shu qolgan qutgan 3-4 ta o'tlar ham bu tikda ozuqa bersam, keyin suv har kuni ichadi. Mashina o'zi bilan mashina buni sot bugunimgacha ekinimni shundoq ustini qoplab oladi, keyin har xil hasharotlar ko'payib ketadi. Tripis, o'rgimchak ekana. Lekin ayniqsa hozir bizda eng muammo bo'layotgan narsa tripis ham emas, o'rgimchak ekana ham emas. Eng yomoni shu qandala deganiga bor. Endi kimdir dalasida qanaqa bor, bizda shu qandala degan hasharot ko'payib ketdi. Hasva deydi, qandala deydi, mana shunaqa narsalar ko'payib ketdi bizda. Endi ko'p bo'lmasa ham biz hozirgi shu ramanalarimizga asosiy zararni ana o'sha keltiryapti. Qurtdan emas, yeydigan qurtdan emas, trips ham emas, shira ham emas. Eng yomoni shu zarar keltirayotgani bizda hasva deydi, qandala deydi, mana shunaqa shu hasharotlar bizga zarar keltiryapti. Ana o't ko'p bo'lsa, ular ham yana ham inkubatsiyasi kuchayib, yana ham tez aniq ketadi-da. Rivojlanib ketadi. Shuning uchun o't olib chiqarib tashlash kerak emas-da, ekin orasida buni. Ba'zilar mana shu qolgan qutgan o'tini qoldirar ekanda, bu keyin deydi mana o'sib oladi, o'sgandan keyin o't ham o'sadi, keyin u soya qilib turadi, u bu deydi, u xato narsa, u soya qilgani вообще kerak emas bunaqa. Bunaqa soya keragi yo'q. Endi u nima zarari bo'lib qolishi mumkin unaqa paytda. Misol uchun mana hozir yosh holatda olib tashlasa o'tda unaqa zarar qilmaydi. U mana shu o't ham o'sib olgandan keyin mana ramanolaning sanatlarini ustini qoplab olgandan keyin yana pishgandan keyin o'sha o't yuyilsa, undan keyin quyosh uradi, boshqa bo'ladi. Yoshligidan quyoshga chidamli qilib o'tlarni yoshligidan o'rib tashlasa, unaqa bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana. Shuning uchun o'tni qoldirish kerak emas. Umuman iloji boricha qo'ldan kelgancha-da endi. Baribir mana hozir yulib chiqilyapti. Shundan keyin ham baribir bitta qolib ketadi. Lekin zato toza bo'lib turadi, har holda. Ancha toza bo'lib turadi. Keyin bemalol ishingiz qayerda nima bor, hammasini ko'rib, yo'linaveradi, yetilgani. Sifati ham yaxshilanadi baribir. Shuning uchun o't chiqarish kerak emas umuman. Salatlarning orasidan. Shunaqa gaplar. Ma'munimiz baby leaf edi. Baby leaf masini ekvardik, lekin chotki bo'lib o'syapti bu ham. Xudoga shukr. Ko'rsamasang yaxshi. Ramanola yaxshi o'sish ketishlari yaxshi. Bitta ozuqa bersak yana kalsiyli. Yozda shu kalsiylarni yaxshi aniq qila olmaydi. Shu kalsiyli ozuqalardan ham berib turish kerak. Ildizidan.